Bugungi darsimizda Excel faylini sozlab qilish, ichiga kirib qisqa knopkalarni ko'rsatib beraman. Birinchi bo'lib turib, bitta papka sozlab qilamiz kursimiz uchun, ya'ni sozlat papku. Xohlagan nom qo'ysangiz bo'ladi. Misol uchun men Excel deb qo'ydim. Ichiga kiramiz. Pustoy turibdi. Yana sozlatni bosamiz, sichqonchaning yonini, ya'ni o'ng yonini bosib, sozlat eng pastda list Microsoft Excel chiqadi. Agar men o'rgatgan bo'yicha ustanovka qilgan bo'lsangizlar. Bu yerga ham xohlasangiz nomini o'zgartiring, xohlasangiz shu nomda turaversin. Faqat men bu XLSX ni o'chirib yubormasangiz bo'ldi. Bu Excel ning formati hisoblanadi. Ichiga kiramiz. Excelimiz ochildi. Chiqib ketaman. Endi ikkinchi yo'lni ko'rsatib beraman. Chunki ko'pchilik kompyuterda noto'g'ri ustanovka qilish natijasida sozlatning ichida list Microsoft Excel chiqmaydi. Agar chiqmasangiz nima qiladi? Men udalit qildim. Poiskga Excel deb qidiramiz. Excel chiqadi, ichiga kiramiz. Pustoy kniga. Fayl sozlat bo'ldi. Faqat agar bu yo'l bilan sozlat bo'lsa, ichiga qanaqadir ma'lumotlar yozganingizdan keyin, ya'ni o'zingiz ma'lumotlaringizni ishingizni tugatganingizdan keyin, mana bu faylni bosasiz va сохранить kakni bosib chiqishingiz kerak. Endi so'rayapti, qayerga сохранить qilay deb. Menga shu men рабочий stolimdagi boyagi Excel ning ichiga сохранить qilib bersin. Bu ikkinchi yo'li. Chiqib ketaman. Mana shu Excel ning ichida turibdi. Ikki xil yo'l, lekin bir xil natija. Qaysi yo'l siz uchun qulay bo'lsa, qaysi yo'l siz uchun tushunarli bo'lgan bo'lsa, bemalol sozlat qilishingiz mumkin. Ichiga kiramiz va eng birinchi bo'lib turib, ekranda o'zimizga moslashtiramiz. Katta kichik qilish. Ctrl, ya'ni Ctrl scroll. Scroll bu sichqonchani o'rtasida aylanib turadigan yumaloq narsa scroll deyiladi. O'shani birgalikda Ctrl ni bosib turasiz, scrollda o'ynatasiz. Mana kattalashadi, ya'ni sizga yaqinlashadi va uzoqlashadi. O'zingizga qulay diapazonni tanlab, ichiga ma'lumot yozib ketaverasiz. Endi ichiga ma'lumot yozishdan oldin men Excel ni interfeysini tushuntirib beraman. Excel ikki xil, ya'ni birinchisi bu menu qism, ya'ni navigator qism deyiladi. Ikkinchisi esa bu list qismi hisoblanadi. Menu qismida o'zini menyulari bor, mana navigatsiyalari bor va shu navigatsiyaga mos instrumentlar paneli bor. Hozir o'zgartirsangiz, instrumentlaringiz ham o'zgaradi. Endi list ham ikki xil, ya'ni ustun ham qatordan iborat bo'ladi. Bu ustun deyiladi. Mana bu A, B, C lar hammasi ustun hisoblanadi. Ammo bu 1-2 lar esa bu qator hisoblanadi. Ya'ni kolonna, stroka deb ko'pchilik aytishadi. Birlashtirgan joy bu yacheyka hisoblanadi. O'zbekchasi hujayra, endi hujayra deb ishlatmaydi, hamma yacheyka deb o'rganishgan va tezroq tushunadi. Shu narsalar yacheyka. Hamma ma'lumotlar yacheykaning ichida yoziladi. Keling birinchi bo'lib turib, yacheykaga bironta so'z yozib ko'ramiz. Misol uchun SFF edu. O'z shartmasdan SFF edu. Endi shu yozuvimda aytaylik xato yozib qo'ydim. Men boshqa joyga ko'chirmoqchiman. Ya'ni men D ga yozib qo'ydim. Aslida esa men G ga yozishim kerak edi. Unda qanday ko'chirsangiz bo'ladi? Virzitni bosamiz, mana qayshan rasmi turibdi. Faqat bitta narsaga ahamiyat berish kerak. Sichqoncha ichida turish kerak emas. Ya'ni yacheykaning ichida mana bu kursoringiz qolib ketsa, mana yonib o'chayotgan tayoqcha kursor deyiladi. Kursor qolib ketsa, tepadagi narsalar o'chib qoladi. Mana bu narsalar. Mana ishlamaydi bular bosganingiz bilan. O'shaning uchun tashqariga chiqish kerak kursor. Tashqariga chiqarishning bir necha yo'llari bor.
Ko'pchilik ishlatadi, boshqa joyi bitta bosib borib, keyin qaytib ustiga bosaman, tayoqcha yo'q bo'ldi. Yoki shu turgan holatda escape knopkasini bosishingiz kerak. Klaviaturani chap tomonidan eng yuqorida burchakda ESC degan knopka turadi. O'shani bitta bossangiz ham o'chadi. Va tepadagi mana instrumentlar yondi va endi ishlaydi. Virzitni bosamiz, bu ko'chirib o'tkazish. G ga qo'yaman. Vistavitni shunoq men bu kitobi, ya'ni rasmning ustiga bosib boramiz. Men ko'chirib o'tkazdi. Ko'pchilik virzitni bosadi, yacheykaga oladi. Mana strelkasini bosadi, ustoz qaysini bosay deb ko'pchilik savol berishadi. O'shaning uchun eng yaxshi yo'li strelkasini bosdingiz, mana rasmning ustini bosib oling. Bo'ldi. Xo'p. Xuddi shu narsani klaviaturada ham qilsangiz bo'ladi. Klaviaturada Ctrl X, ya'ni lotin harfida qattiq X deydi, o'sha narsa. Mana yozib hozir ko'rsataman. Ctrl bilan birgalikda bosasiz, mana buni. Shu X deyiladi. Hozir aytayotgan hamma, ya'ni qisqartma klaviaturadagi harflar, ya'ni knopkalar to'liq ingliz tilida ishlaydi, ya'ni lotin harflarida ishlaydi. Kirilcha X ni topib bosganingiz bilan ishlamaydi. Ya'ni shuni birgalikda bossangiz, atrof yonib o'chadi, ya'ni yonib o'chayotgan narsani belgilanganligini sizga ko'rsatyapti. Shu narsani belgiladim deyapti. Qo'yasiz ishonchani, Ctrl V ni bosasiz. Vistavit degani. Ya'ni kelishotga yozib ko'rsatib qo'yaman. Ctrl X kesib olish, ya'ni ko'chirish desam, menimcha ko'pchilik tushunadi. Ko'chirish. Ctrl plus va vistavit qo'yish. Endi kopiya ham bor, pastda kopiyamiz turibdi. Xuddi shu narsani kopiyasini yasamoqchiman. Kopiravatni bosamiz, xohlagan joyga qo'yasiz. Vistavit, ya'ni kitobning ustini bosib boramiz. Kopiravat bo'ldi. Men bu yonib o'chyaptimi, demak, xohlagancha qilsangiz bo'ladi. Shu qachonki o'chishdan to'xtaydi, shunda men bu vistavit ham o'chadi. Ya'ni o'chishdan to'xtatish uchun boshqa joyda 2 marta bosib olishingiz kerak. Bu birinchi yo'li. Ikkinchi yo'li, boya aytgandek, escape ni bosib olishingiz kerak. Mana yonib o'chib turibdi. Escape. Bo'ldi, o'chdi. Endi kopiravatni ikkinchi yo'li ham bor. Ctrl C. Menimcha hamma biladi bu narsani. Kopiya. Qo'yish Ctrl V qo'yadi. O'chirib tashladim. O'chirib tashlashni menimcha hamma bilsa kerak. Backspace. Enter yuqorida turadi odatda. Ctrl X, Ctrl V va Ctrl S. Bunga o'xshagan knopkalar juda ham ko'p. Har bir darsda ma'lum bir qismlarini darsga moslashtirib ko'rsatib beraman.